So'ngda pul yutib olasizlar aka. So'ng aytasizmi birdan 100 gacha yoqtirgan soningiz? Joningiz sog' bo'lsin, charchangiz. So'ng pul yutib olasizlar. Wow, pul kimga beramiz? So'ng aytasizmi? Kim so'ng aytadi pul yutib oladi? So'ng pul yutib olasiz. Birdan 100 gacha yoqtirgan soningiz? 90. Voy, maza qilib sanaysiz 90-pul sizga. Yoki 9 mi? Farqi yo'q. Siz o'zingiz sanaysiz-da. Nimani sanay? Pul sanaysiz. Siz aytgan misol 90 dedingiz, 90-pul sizga bo'ladi. Men sanay. Qani ket, yo o'zim tez sanab beraymi? Sanang. Ma. Opamizda 90. Qaysi tarafdan shu yoqdan bu yoqdanmi? Yo'q. Siz telefonda gaplashtiravering, qani. Opamizda 90 taladi, tez sanab tashlaysiz. Qarang, men sizga yana mashina 10 barobar ko'p, 100 barobar ko'p, 1 million beraman. Agar mana sizlardan bittanglar agar Temur Bratga podpiska bo'lib, oxirgi 10 ta videomdan bittasiga like bosgan bo'lsanglar, men yana 1 million beraman Temur Bratga. Podpiska bosganmisiz? Yo'q, ha? Joningiz sog' bo'lsin. Hozir bosib qo'yinglar, videolarni ko'rasizlar, xo'p? Charchamanglar, xo'p. Voy, do'stlar, qaranglar, shu imkoniyat sizlarda bor. Sizlar Temur Bratga podpiska bo'lib qo'yinglar va men podpiska bosgan homiylarimga podpiska bo'lib qo'ysangiz 10 millionga yaqin pul miqdorini yutib olasizlar, do'stlar.